Xalqimizning ichida gap bor. Ol deganda xayr bor deyshadi. Shuning uchun sotuvchi sizga biror narsani ol dedimi, iloji bo'lsa olish kerak. Men ham sizga aytaman, mana oling. Inshaalloh xayr ko'rasiz. Sizga videoni boshida daraxtning videosini behuda tashlaganim yo'q. Videoni pastiga o'qib chiqing, yaxshilab o'qib chiqing. Bitta gap ham qolmasin. Agar ruscha bilmasangiz tarjima qildiring. Zo'r gaplar yozilgan. Buni xosiyatlari yozilgan. Bu inshaalloh ta'sir qiladi. 99% odamga ta'sir qiladi. 1% kim bo'lishi mumkin? 1% endi yani xotini bilan urushib qo'ygan, xotinini ko'rsa ajinani ko'rgandek bo'ladigan, yoki ertadan kechgacha og'ir mehnatda ishlab kelib, kechasi tilini osiltirib uxlab qoladiganlar bo'lishi mumkin. Shunaqa ta'sir qilmasligi mumkin, lekin qolgan 99% odamga, foiz odamga ta'sir qiladi inshaalloh. Tabiiy mahsulot. Ichasiz, maza qilasiz. O'ylanib o'tirmang, tezroq zakaz qiling, pastda do'nglarimizni qoldirdim.